Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Nurali ablanızın bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Tillalıq vaqt başquruş usulü. 2012 yılı 1 ayının 16 günü. Atamdan qalğan təvərrüklərini rətlashga başladım. Atamdan ketib qalğanıga yarım yıldan aşqan bolsumu, bu arlıqda onun hujurisining bosuqsidan atlab baxmagan edim. Xuddi birər manzarni ko'rib qaldığanday qo'rqatdim. Men onam bilan singlimning oldida azaldan yig'lab baxmagan. Atam vafot bo'lgandan keyinmi ko'zimdan bir tomchimi yosh oqizib baxmadim. Lekin atamni eslab turdim. Atamning kundalik xotirasini echib o'qishga boshladim. 2009 yil 1 yanvar. Bugundan boshlab turmushimda yuz bergan ishlarni xotirlab manaman. Afsus, o'tgan ishlarni xotirlamabdiman. 2 yanvar. Bugun uydagilarni sirtqa tomoq elib chiqdim. Ondan bozor aylandik. 6 ayning 2 kuni. Kundalik xotir yozmag'ili yarim yil bo'lib qopti. Xizmatim haqida o'ylanib, tuvandikilarni his qildim. Uningdan keyingi batlar bo'sh qopti. Cho'ng bo'lgandan keyin otam bilan nihoyat oz paranglashadigan bo'lg'achqa, uning nimalarni qildiganligini bilib ketmaydim. Otamning kundalik xotirasini ko'rgandan keyin uning turmushi haqida xili ko'p narsalarni bildim. O'ylab qoldim. Agar xotirlab mamsangiz, o'tgan kunlar yuz bermagan o'tmishga o'xshab qoladi ekan. Garchi har kuni beshingizdan kechirgan ishlar bo'lsa-mu, xotirlab qo'ymasangiz, hech qancha iz qolmaydi ekan. Shuning bilan har bir kunlik ishlarimni xotirlab menish qaroriga keldim. Xizmat ehtiyoji bilan vaqt boshqarish haqida yozilgan bir qism maqomlarni o'qib chiqdim. Shuning bilan vaqtni turmushni xotirlab mangdigan ba'zi usullarni o'rganib oldim hamda 34 tilliq vaqt boshqarish usuli orqali turmushimni tartibga solib, ish unumimni o'stirdim. Vaqt xotirlash jarayonida mundaq bir oddiy savol oldingizga qo'yiladi. O'tgan yilning beshida ko'nglingizga pukkan nishonni amalga oshirdingizmi va yoki shu chog'dagi nishoningiz hali ham esingizdami? Bundaq savol qo'yilgan chog'da ko'p qism kishilar bu yil amalga oshirmoqchi bo'lgan nishoni amaliyotda bultur bekitgan nishon ekanligini, bu nishonni 3 yil muqaddam o'ylab qo'yib, uzoq yili planlab qo'yganligini as kelishadi. Yig'ib aytganda, hammasi izchil amalga oshirilmay kelgan o'xshash bir nishon. Har yilning beshida bekitgan nishonimiz shuningdan 1 yil burunqi yillik nishonning dal o'zi bo'lishi mumkin. Men o'zimda shunday ahvolning borligini bayqagandan keyin 2013 yildan boshlab o'zgarish yuz berishga boshladi. Uningdan burun eg'irligim 80 kilogramm keladigan bir bodak edim. Eg'izga olgudak tuzigidek natijalarim yo'q edi. Ammo 2013 yili 1 yil ichida 52 son Nurali ingliz tili programmasini ishlab tarqatdim. Umumiy cheklash miqdori 50 milliondan oshib ketdi. Xalqaro inglizcha nutq so'zlash musobaqasining chempionini programmaga taklif qildim. Bu program uchun maxsus appni yasatdim. İngiliz tili o'rganish bilan munosabatlik 5 tane qurol kitob yozdim. Yil oxirida badan eg'irligim 72 kilogramga tushdi. O'ruqlab qolmay texi muskulni chiqardim. Garchi bu jihatda Amerika kino cho'lponlarining o'lchamiga yetolmagan bo'lsam-mu, ish qilib bo'ladi. Davomli tirishyapman. Nurg'un odamlar mening bu o'zgarishlarni qanday qilib ro'yobga chiqara olganligimni so'raydi. Amaliyotda uncha murakkab ishmi yo'q. Siz faqat hayotingizni yaxshi o'tkazsangizlar cho'ng mas'ul qolmaydi. Albatta, hayot bu bir zo'r tema. Lekin uni nisbatan konkret bo'lgan bir narsa ustiga jipslashtirib bo'ladi. Shundaq, hayot vaqt demakdir. Odam bu dunyoda necha 10 yil mavjud bo'lib turganligi uchun yashaydi. Odam yosh vaqtida bu dunyoda cheksiz vaqti bordek o'ylab, vaqtni xohlagancha isrof qiladi. Qirib, vaqti qolmaganligini his qilgan chog'larda vaqtning qadriga yetadi. Ammo bu chog'da allburun kechikkan bo'ladi. Burungi zamonda yashab o'tgan arboblarning hammasi vaqt boshqarish mohirlari edi. Shularning ishidagi biri
100 Amerika dollarga surati besilgan Benjamin Franklin. Uning vaqt boshqurishi hammani qoyil qiladi. Ammo ko'p qism kishilar sodir qiladigan bir savallik bor. Vaqt boshqurish tilga ilinsila, ularning kallasiga turli vaqt o'rinlashtirish planlari keladi. Har xil buyuk nishonlarni tiklaydi. Balkim siz bu ta'tillik planingizni tuzib bo'ldingiz. Soat 7 da o'rningizdan turib, soat 9 gacha 2 soat ingliz tili o'rganmoqchi. Soat 9 dan 12 gacha topshiriq ishlamoqchi. Planning o'zi nihoyat yaxshi. Lekin ijro qilishga kelganda, balkim soat 10 da o'rningizdan turib qilishingiz, ondan kompyuterning oldiga bir kelgan bilan kunni kech qilib o'tishingiz mumkin. Ba'zida bir ishni qilish niyatiga kelib bo'lganda to'rga chiqingiz yoki undidor o'yinig'ingiz kelib ketganlikdan nishoningizni amalga oshirolmay qattiq azoblanishingiz mumkin. Shunga plan tuzish vaqt boshqarishning bir qismi. Ammo eng muhim qismi emas. Bevosita plan tuzish orqali vaqtni unumli boshqarish maqsadiga yetmoqchi bo'lish, doktorxonaga berib kasalni tekshirtmayla bevosita resept yozdirganga o'xshaydi. Ilgari vaqtni qanday isrof qilganingizni bilmay turib, kelgusidagi vaqtingizni unumli ishlatishingiz mumkinmi? Shunga vaqt boshqarishga qaraganda vaqt xotirlash texmi unumli bo'lishi mumkin. Vaqt degan bu narsa bakli abstrakt. Vaqt oltindan qimmat degan gap bor. Men vaqtning qimmatli ekanligini texmi ta'kidlash uchun vaqtni pul qatorida xotirlab mangadigan bir usulni qo'llandim. Men odatda kirim-chiqim ahvolimni astoydil xotirlab mangaman. Noshtalık, tushlik tomoq, kechlik tomoq, chosh yostish qatorliq chiqimlarimni hatto 50 tiyinga qadar inchki hisoblab, har oylikni Excel hujjatiga xotirlab qo'yaman. Har bir chiqimni diagrammaga kirgizib, chiqim qanchalik eshib ketdi, qaysi turda eshib ketdi, hammasini aniq bilib turman. Bu hargizmi bexilligimdan emas. Men faqat pulning nega ketganligini bilib turmoqchi. Bo'lmasa hilini parchalangan 100 yuan pulingiz birdamdala tugab ketganda nega ketganligini bilmay qolgan ish bo'ladi. 34 tillik vaqt boshqarish usulida vaqtni xuddi pulga o'xshash aniq xotirlanib qoladi. Buning prinsipi nihoyat oddiy. Attigan soat 7 da o'rningizdan turib, kech soat 12 da uxlasangiz, oraliqda 17 soat uyg'oq turgan bo'lasiz. Har yarim soatni bir nomer deb hisoblaganda jami 34 nomer bo'ladi. Ya'ni 34 tilla degan gap. Har kuni kechda bu 34 tillani qanday xarjlaganligingizni hisoblab boqsangizlar, bir kun ichida nimalarni qilganligingizni, bir kunlik vaqtingizni nima ishlarga sarf qilganligingiz, vaqtdan unumli foydalandingizmi yo'q, hammasi mana men deb chiqib turdi. Mana bu mening bu bir yil ichida shuncha ko'p ishlarni qilib bo'lganligimning muhim bir sababi. Ba'zilar so'rish mumkin. Nimishqa soat 7 da qo'pimiz? 8 da qo'psaq bo'lmamdi? Bo'ladi. Undaqda 32 tilla pulingiz bor degan gap. 9 da qo'psaqchi? Undaqda 30 tilla. Yarim soatni bir-birlik qilishning sababi bo'lsa, yarim soat vaqt ko'p qism kishilarning bir qism xizmatlarini tamomlab bo'lishiga yetadi. Boshqacha aytganda, agar siz 4 soatlik bir xizmatni tugatmoqchi bo'lsangiz, yarim soat vaqt bu xizmatga kirishning tayyorligini bitkazishingizga yetadi. Yarim soat ichida o'zingizni o'rindiqqa rasmiy joylashtirib, yozishga kirishib ketsangiz, xili uzoqcha medirlamay o'ltirib yoza olasiz. Navoda u yoqqa bir qarab, bu yoqqa bir qarab, birdam mikroblokka chiqib, birdam do'stlar chambarigini echib yursangiz, ishonamanki, hargiz xizmat holatiga kirib bo'lolmaysiz. Har yarim soatda bir qatim to'xtab, xotirlab menishning hojati yo'q. Men har kuni uxlashdan burun 5-10 minut vaqt ajratib xotirlayman. Ba'zida 2-3 kun, hatto biror haftagacha unutib qolsam-mu, yana yarim soat vaqt chiqarib, astoydil o'ylab, to'liqlab xotirlab qo'yaman. Agar kechda xotirlayotgan chog'da qilgan ishingizni faqatla asyolmasangiz, undaqda qanday qilasiz? Undaq bo'lsa keskinlik bilan isrof qilingan vaqt qatoriga xotirlang. Agar siz shu vaqtni yuqori unumli xizmat qilish, berilib o'rganish bilan o'tkazgan bo'lsangiz, hargiz unutib qolmaydingiz. Agar shu vaqtni xo'shal-xo'ram o'ynash, saboqdoshlar yig'ilib birga tomoq yeyish deganda ko'ngillik ishlarga sarf qilgan bo'lsangizmi, unutib qolmagan bo'lardingiz. Qandaq ishlar esingizda qolmaydi. Qilgan ahamiyatsiz ishlaringiz, mikroblog o'ynab, to'rga chiqib o'tkazgan vaqtingizga keskinlik bilan qizil belgi ursangiz bo'ladi.
Xotirlab bo'lgandan keyin tahlil qilaman. Men vaqtni 5 turga ayirib oldim. Bu 5 tur turmushdagi barliq ishlarni o'z ichiga olib ketalaydi. Birinchi tur ichilib o'ynagan vaqt. Ya'ni unumlik o'ynash, xotirjam, g'am andishni unutgan holda rozimanlik bilan o'ynash. Bundaq vaqtga ko'k ranglik belgi qo'yman. Masalan, do'stlar bilan yig'ilish, yor bilan uchrashish, har qanday bir odam bilan xo'shanlarlik ishlarni qilgan vaqtni. Shundaqla o'zimning chiniqish vaqtini mushu turga tava qilaman. Ba'zida kitob o'qish, kino ko'rishmi mening nazarimda yuqori unumli ko'ngil ichishga kiradi. Bu turdagi vaqtni xotirlashning eng cho'ng foydasi shuki, har kuni xo'shal-xo'ram yuradigan vaqtingizning oz emasligini bilib qolasiz. Yana biri orom olgan vaqt. Uxlagan vaqtmi shuning ichida. Men o'zim yolg'iz tomoq yegan, ishdan tushgandan keyin yo'lda o'tkazgan vaqtni orom olgan vaqtga tava deb qarayman. Chunki bu vaqtda yo yugurmaymiz, yo herib, yo tarlab iqib ketmaymiz. Ba'zida yo'lda mang'ash muzik anglabmi qo'yman. Men bundaq vaqtni yeshil rangda bo'yab qo'yman. Bu yeshil ranglarga qarabla shu bir kun ichida qanchalik energiya to'plaganligimni bilaman. Undan keyin majburiy ishlagan vaqtni qizg'uch seriq rangda bo'yab qo'yman. Masalan, oliy maktabda ba'zi darslarga chiqqingiz yo'q, lekin chiqmasangiz bo'lmaydi. Xizmatda ba'zi yig'inlarni ochqingiz yo'q, lekin ochmasangiz bo'lmaydi. Bularni majburiy xizmat qilgan vaqt qatoriga xotirlashga bo'ladi. Vaqt bakla subjektiv uqum. Men o'tgan 1 yil ichida majburiy xizmat qilgan vaqtimni eng qisqa chekka tushirishni o'rganib oldim. Bu nihoyat oddiy. Biror xizmatni qilg'ingiz yo'q, lekin shu maydonda bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bundaq chaqlarda kallamda ba'zi plan loyihalarni tuzib, ba'zi ishlarni o'ylanib o'ltiradigan bo'ldim. Bunda qilish orqali passiv vaqtni yuqori unumli xizmat vaqtiga o'zgartirib bo'ladi. Undan keyin men eng yaxshi ko'radigan yuqori unumli xizmat vaqti. Kitob o'qish, o'rganish shundaqla qimmat yaratqili bo'ladiganligi har qanday bir vaqt mushu kategoriyaga kiradi. Bu vaqtni seriq rangda bo'yab qo'yman. Eng qo'rqinchlisi qizil rang. Bu kechiktirilgan vaqt, qilchi ahamiyat yo'q ishlarga sarf qilingan vaqt. Masalan, do'stlar chamirgiga chiqib, o'z-o'ziga yurak berish, attiganda uyg'onib turibmi, o'rnidan qo'pmay, yarim soat yotgandan chiqmay yetish. Men uxlamayman emas, uxlayman. Oqshimi 6 soat, tushda 1 soat uxlayman. Uxlash vaqtim yetarlik. Lekin ba'zi do'stlar attigan soat 7 da uyg'onadi, lekin soat 10 gacha karvatdan tushmaydi. Oxiri yonpochlari telib, beshi og'rib ketganda amalsiz qo'pib ketadi. Bu vaqtni kechiktirilgan vaqt kategoriyasiga kirgizsangiz bo'ladi. Chunki hech ish qilmay o'tkazib. Undan boshqa 3 soat o'ynaymiz deyishgan turib, bilib bilmay 6 soat o'ynab, 3 soat vaqtni behuda o'tkazib bo'lsangiz, buni keskinlik bilan qizil rangda bo'ysangiz bo'ladi. Jumladan ahamiyatsiz o'tdi deb qargan har qanday vaqt mushu doiraga kiradi. Jadvalga birla qarasangiz, bir kunlik vaqtingizning qanday o'tganligi monument deb chiqadi. Har xil rangli katakchilarni sanab baqsangiz bo'ladi. Yaxshi yeri, o'zingiz katakchi sizib o'ltirmaysiz. 34 tilliq vaqt boshqarish usulining hujjatini tushirib olsangiz, analiz natijasini chiqarib beradi. Ba'zi vaqtlar butun sondan boshlanmaydi. Masalan, 8 dan 15 minut o'tgandan boshlab 8 dan 45 minut o'tkicha ma'lum bir ishni qilishingiz mumkin. Men bundaq chog'da taxminlashtirish usulini qo'llanib, soat 8 dan boshlab 8:30 gacha bu ishni qildim deb xotirlab qo'yman. Hech qis yo'q. Taxminan xotirlasangiz bo'ldi. Muhimi izchillik. Tafsilotiga ziyoda ahamiyat bermasingizmi bo'ladi. Excel jadvalining bir yaxshi tarafi shuki, har bir katakchiga nurg'un xat yoza olasiz. Men ba'zida munosib katakchiga biror parcha maqolni yozib o'taman. Masalan, yig'in ochgan bo'lsam, yig'inda nihoyat yaxshi mazmunlar o'tirib qo'yilgan bo'lsa, ta'sirotini yozib qoldirman. Shunga bu oddiy holatdagi vaqt xotirasi bo'lmasdan, qimmatli ta'sirotingizni xotirlab qo'yadigan xotir daftari bo'la oladi. Har bir haftada bir qitim xotirlaganlarim ustida o'ylanib, yakun chiqarman. Bir hafta ichida qilgan ahamiyatlik, ahamiyatsiz ishlarimni xotirlab qo'yman. Masalan, bir hafta ichida qaysi kitoblarni o'qidim, qaysi kinoni ko'rdim degandek. Ondan menga eng ta'sir qilgan, men eng ahamiyatli deb qaragan 5 ishni ayirib chiqaman.
Amaliyotda bu 5 ish mening bir haftalik natijam bo'lib qoladi. Mushu bir hafta ichida ahmoqon ishlarni xotirlash texmi muhim. Men ilgari nurg'un ahmoqon ishlarni qilgan. Telefonim hojatxonaga tushib ketgan. Qo'ymichiga qo'yilib ketgan. Pasportimni yitirib qo'ygan ishlarim bor. Bularni xotirlab qo'ygandan keyin shunday xatoliklarni qayta sodir qilmasangiz bo'ldi. Lekin qiziq yeri, ko'p qism odamlar umrida o'xshash bir xatolikni takrorlaydi. Kunzi mundaq deydi. Donalar kunda 3 qatim o'zi haqida o'ylanadi. Savanliklarini bilib, qayta sodir qilishdan saqlanadi. Bir kun ichida nimalarga erishdingiz, nimalarni o'rgandingiz, bularni cho'qim bilishingiz kerak. Vaqt xotirsi bu jihatda sizga nihoyat unumli yordam bera oladi. Har bir haftada yuqori unumli xizmat qilgan vaqtimni 4 ga, kechiktirgan vaqtimni 2 ga bo'lib, ondan oldingi bo'limdan keyingi bo'limini ilib etaman. Chiqqan son mening bir haftalik mukofot vaqtim bo'ladi. Yuqori unumli xizmat vaqtini to'xtamay uzartish, kechiktirgan vaqtni davomli azaytish orqali o'zimga texmi ko'p mukofot vaqt chiqarib olaman. Ondan bu vaqtda Alvasila shahrini o'ynash degandek o'zim yaxshi ko'radigan ishlarni qilaman. Vaqt xotirlash orqali hayotimni nazorat qilib tura olaman. Sokrat nazorat qilinmaydigan hayot yashashga arzimaydi degan ekan. Odam o'zining nima ishlarni qilayotganligini bilib turishi, o'zini tushunishi kerak. Bularni vaqt xotirlashdan boshlasak bo'ladi. U odamga g'oyat zo'r muvaffaqiyat tuyg'usi berish orqali o'zini tizginlash kuchini oshiradi. Odamning nishonini amalga oshira olmasligining sababi amaliyotda o'zini tizginlash kuchining ojizligida. Albuki o'zini tizginlash kuchi dal muvaffaqiyat tuyg'usidan keladi. Muvaffaqiyat tuyg'usi bo'lsa, turmush orbitasini xotirlab minishdan keladi. Biz qaltis Mario o'yinini o'ynagan chaqda o'zimizni tutib olish kuchimiz yuksak darajaga yetadi. Chunki ekranning ustungi bo'lumida nomer xotirlanib mangadi. Erishgan nomerga qarab bir xil muvaffaqiyat tuyg'usiga erishgili bo'ladi. Agar nomer xotirlanmaydigan ish bo'lsa, bir odam o'zi bilan o'zi to'xtamay yurgandek bilinib, birdamdala zerikkan bo'ladi. Bu jadvalning muvaffaqiyat tuyg'ungizni kuchaytirishga foydasi bo'lishini umid qilaman. Vaqt xotirlash bizning yashaganligimizga isbot bo'la oladi. Mening o'tganki 1 yil vaqtim haqiqatan qaltis o'tdi. Har bir oy, har bir haftani qandoq o'tkazdim, nima ishlarni qilishga sarf qildim, hammasining munosabatlik xotirasi bor. Ba'zida isrof qilib o'tgan vaqtim ko'proq, orom olgan vaqtim ozroq bo'lib qolgan bo'lsa, jadvalga qarab tangshib oldim. Men o'zimni bir shirkat, vaqtimni bu shirkatning mulki deb bildim. Har haftada shirkatning tijorat ahvolidan yakun chiqarib turdim. Sizmi sinab beqing. O'zingizning iborat bu shirkatning tijoratini boshqarib beqing. Albatta ba'zilar so'rashi mumkin. Ali, agar sen bir shirkat bo'lsang, bizga yillik doklad berib baxmamsan? 2014-yilda shirkatning pulini nima ishlarga xarjlading? 1 yil 365 kun. 52 hafta 1 kun. 8760 soat. Bir kun 34 tilla. Jami 12410 tilla. Men bu pullarni nimalarga ishlatganligimni deb beralayman. Mana bu Nurali shirkatining yillik dokladi. Men jami 1428 soat o'ynadim. 3695,5 soat orom oldim. Majburiy ishlagan vaqtim 24 soat. Men hozirgi xizmatimni bek yaxshi ko'raman. Qilayotganimning hammasi o'zim yaxshi ko'radigan ishlar. Majburiy xizmat qilayotgandek ozodlanib baxmadim. O'tgan 1 yil ichida yuqori unumli xizmat qilgan vaqtim 2837,5 soat. Shundaq bo'lg'achqa 1 yil ichida dars o'tishning sirtida kitob yozish, app yasash, mamlakatning har qaysi joylariga berib nutq so'zlash qatorliq nurg'un ishlarni qilib bo'laladim. Shundaq turibmi 775 soat vaqtimni isrof qilib yetibdiman. Bu 32,292 kun vaqt mikroblog o'ynash, o'rinli qilib yetilish degandek ishlarga behuda isrof bo'lib ketdi. O'zingizning 1 yil ichida qanchalik vaqtni isrof qilganingizni bilamsiz? O'tgan 1 yilda sizni eng ta'sirlantirgan 10 ish qaysi? Siz faqat 3 ni deb berishingiz mumkin. Agar o'tgan 1 yildagi eng zo'r natijangiz nima deb so'rasam, eng ko'p bo'lganda 5 ni deb berishingiz mumkin. Nima degan qo'rqinchliq. Biz insonlarning asl saqlash qobiliyatiga hargiz ishongili bo'lmaydi.
ishonamanki, vaqt xotirlash usuliga tayanib, har bir odam turmush sifatini texmi o'stira oladi. Tarixiy eni bo'lish lozim. Butun insoniyatning tarixini xotirlaydiganligimi shu sababdan bo'lsa kerak. Sizningmi o'zingizga tava vaqt tarixingiz bo'lishini umid qilaman. Mening vaqt tarixim dal 34 yillik vaqt boshqarish usuli. Sizningchi? Agar tirishish orqali taqdirni o'zgartgili bo'ladiganligiga ishonsangiz, undaqda sizni birlikda tirishishga taklif qilaman. Vaqtni xotirlab, yaxshi odat yetildirish orqali o'zimizni, taqdirimizni o'zgartaylik. Nurali Abduzning Şinjan Pan-texnik nashriyoti nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.